Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının muavin reisi Zümrət Erkin 4 mart günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengeşi 61. növbətlik yığınida Xitayning Uyghur madaniyati va kimligining qo'g'dash bahonasi ostida Sharq Turkistonda ilib berayotgan vayron qilish xarakterlik siyosatlarni o'ttirib qo'ygan. Shveysariyaning Jeneva shahridagi Birleşken Devletler Teşkilatı'da 61. növbətlik Kişilik Hüquq Kengeşi ichilayotgan bo'lib, Dünya Uyghur Qurultayının reisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultayning muavin reisi Zümrət Erkin, Qurultayning sobiq reisi va Uyg'ur Kishilik Huquq Demokratiya markazining reisi Dolqin Aysa, Qurultay Uchur axborot markazining direktori va Qurultayning bayonotchisi İftihar Abdurashidlardan tashkillangan bir hay'at 2 martdan boshlab bu kengashga qatnashib, Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyg'ur masalasini kun tartibga kelib kelish uchun faoliyat boshlagan edi. Zümrət Erkin 4 mart günü BDT Kişilik Hüquq Kengeşi 61. növbətlik yığınının mədəniyyət hüquqi bo'yicha BDT alayda dokladçısı bilan munozara yığınida Xitayning Uyg'ur madaniyati va kimligini qo'g'dash bahonasi ostida Sharq Turkistonda ilib berayotgan vayron qilish xarakterlik siyosatlari, Xitayning Sharq Turkistonda ilib berayotgan qirg'inchiliklari, Uyg'urlarning yerlarini majburiy ilib olib, Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirishi, Tarım vadisida qalaymaqon bo'z yer ichib, Sharq Turkistonning ekologiyalik tangpongliqini vayron qilishi va Xitoyning keng ko'lamli tutqun qilish siyosatining hilmi ham davom qilayotganligini o'ttirib qo'ygan. The systematic dismantling of Uyghur cultural life. For centuries, the landscapes of the Tarim Basin, from the Taklamakan Desert to the Tian Shan Mountains, have shaped Uyghur identity, spirituality, and ecological knowledge. Yet, across this region, Zümrət Erkin Birleşken Devletler Teşkilatı yığınida qilgan so'zida munolarni o'ttirib qo'ygan. Biz alayda dokladchiga bugungi kundagi eng ig'ir madaniyat va huquq krizislarining biri bo'lgan Uyg'ur madaniyat hayotining sistemlik vayron qilinishi to'g'risida qilgan doklad uchun rahmat aytamiz. Asrlardan buyon Tarim oymonligining manzaralari Taklimakan qumliqidan Tangir tog'largacha Uyg'urlarning kimligi, ma'naviyati va ekologiyalik bilimlarini, hayotini shakllantirgan. Ammo bu rayonda Uyg'ur xalqi majburiy ko'chish, masjidlar va muqaddas o'rinlarning vayron qilinishi, madaniyat va diniy faoliyatlarning cheklanishi va avlodlar aro bilim yetkazishning uzilib qilishiga duch kelmoqda. Bu hargizmo tasodifilikdan emas, balki bu muhitning o'zidan ayrilolmaydigan madaniyat meroslarining vayron qilinishidir. Sizning asosli bayqishingiz qo'g'dash va taraqqiyot siyosatlarining ko'pincha erkin, oldin va uchurliq ma'qullliksiz yo'l qo'yilishi bilan bevosita munosabatlik, keng ko'lamli o'tkash, ulahaslar qurilishlari va ekologiyalik ko'chish deb ataladigan programmalar Xitoy hukumati tomonidan muhit qo'g'dash yoki namratlikdan qutuldirish nomi ostida 100 minglagan Uyg'urni ota-bobolarining zaminidan planliq va roziliqsiz ko'chirdi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro klimat va yeshil taraqqiyot mablag'i ishonchlik madaniyat huquqlariga ta'sir ko'rsatish baholishi yoki arz qilish mexanizmiga erishish imkoniyati bo'lmagan ahvol ostida rayonga davomli eqib kiryotdi. Biz shuni so'ramoqchi, mustaqil nazorat qilish cheklangan ahvol ostida bu ziyonkashlik uchirganlarning ovozi bostirilganda sizning madaniyat huquqlariga oid ramkangizni qandoq tushunish va qo'llanish kerak? Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining reisi Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idrislar Uyg'ur masalasiga qarata dunyoviy tonishni yuqori ko'tarish va davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi xalqaro qo'llashga erishish uchun Panamada ziyoratda bo'lgan. Roshan Abbas va Abdulhakim Idrislar Amerika Tashqi ishlar ministrligining o'rinlashtirishida va Panamadagi Amerika elchixonasining sohibxonligida dunyoviy tonishni yuqori ko'tarish va davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi xalqaro qo'llashga erishish uchun Panamada ziyorat boshlagan bo'lib, 3 va 4 mart kunlari Roshan Abbas va Abdulhakim Idrislar Panamaning har qaysi qatlamlari, jumladan davlat rahbarlari va parlament a'zolari, muxbirlar, jamiyatning a'zolari, olimlar va o'quvchilar bilan suhbat olib borgan. Roshan Abbas va Abdulhakim Idrislar bu ziyorat jarayonida yana Panama Tashqi ishlar ministrligi, Panama islom jamiyati rahbarlari va har qaysi dinlarning vakillik shaxslari bilan uchrashib, Xitoyning insoniyat qarshi jinoyatlari, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va kishilik huquq bo'lgan sistemlik hujumlarni fosh qilib, buningga qarshi xalqaro masqadamlik inqos qaytarishning jiddiy zarurligini ta'kidlagan. Bu ziyorat jarayonida
hujjatli film mukofotiga erishgan doktor Gulshan Abbosning tutqun qilinish jarayoni, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur nüfusi qaratgan qirg'inchilik siyosati, millionlagan Uyg'urning jazo lagerlariga qamlab g'oyib qilinishi, Uyg'urlarning dunyoviy ta'minlash zanjiri uchun qul qilinishdan iborat Xitoy davlati tomonidan yo'l qo'yilgan majburiy emgak, masjidlarning va diniy hayotning sistemlik vayron qilinishi va e'tiqodga qarshi urushi, shundaqla Uyg'ur kimligining majburiy assimilyatsiya qilinishi va yo'qotilishidan iborat madaniyat qirg'inchiligi aynan yoritib berilgan Hadamni izlab nomli hujjatli film orqa-orqadan qo'yilgan bo'lib, mazkur film Amerikaning Panamada turishliq elchixonasining sohibxonligida Kolon madaniyat markazi, Panamadagi Amerika markazi va East Moss universitetida qo'yilgan. Bu hujjatli film orqali Roshan Abbos va Abdukim Idrislar Panamaliklarga pensiyaga chiqqan tibbiy xodim Roshan Abbosning hadisi doktor Gulshan Abbosning 7,5 yildan ko'proq vaqtdan buyon nohaq turmaga tashlanganlik ichinishli hikoyasini asos qilib, uning tutqun qilinishi, Xitoyning Sharq Turkistondagi oila a'zolarini ko'rib kelish orqali Amerika fuqarosi bo'lgan bir kishilik huquq faoliyatchisining ovozini bostirishga uringanligini va Xitoyning chegara halqigan bostirishini yo'ritib bergan. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türk 61. növetlik BDT Kişilik Hukuk Kengişide sözleşten burun Xalqaro Kişilik Hukuk Mulozimat Organi qatorliq 26 teşkilat Ali Komissarni Xitoyning qo'rqinchli jinoyatlari va chegara halqigan bostirishlari to'g'risidagi tekshirish dokladini e'lon qilishga chaqiriq qilgan. Xalqaro Kişilik Hukuk Mulozimat Organi qatorliq 26 teşkilat BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türkni Xitoy hukumatining insoniyat qarshi jinoyatlari to'g'risida so'z qilishga 27 fevraldagi Kişilik Hukuk Kengashining 61. navbatlik yig'inida BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarlik ishxonasining Xitoydagi vaziyatni tekshirish tirishchanliklari haqidagi dokladni e'lon qilishga va bu haqda tafsiliy ma'lumot berishga BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarligini Beijingning davomlashayotgan sistemalik kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishni va tuzitishni aniq talab qilishga chaqirgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.